Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Biz Reklamasov jamoamiz mijozlarimizga sotilgan printerlarni doimiy ravishda servis xizmatini olib boramiz. Mana bugunda Qo'qonlik Oybek akamizga sotgan 1 yil oldingi Bosro 12 galopkali printerimizni bugun kelib profilaktika servis xizmatlarini amalga oshirdik. Shu jumladan filtrlarini yangilab, alishtirib berdik. Bu printer haqida Oybek akamizni fikrlari. Assalomu alaykum akalar. Mana biz Shokir akamizdan 1 yil oldin mana shu Osron apparatini olgan edik. Alhamdulillah, uni hech qanaqa bir muammo bo'lgani yo'q. 1 yildan beri mana zo'r ishladi. Mana 1 yildan keyin akamlar kelib, o'zlari hamma yo'ldan filtrlarni almashtirib, profilaktika ishlarini olib borib, chiroyli qilib berib ketishyapti. Mana hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Uni sizlarga ham akalar tavsiya qilamiz. Akamlar bilan birga ishlaylar, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Biz juda mamnunmiz. Kimga shunaqa xizmatlar, printerlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.